Assalomu alaykum. Men Nilufar Anvarovna Registon o'quv markazining Universal filialida ingliz tili fanidan dars o'tib kelaman. Bugun sizlar bilan ushbu kitobdan, ya'ni 4000 Essential Words 4000 muhim bo'lgan ingliz tili so'zlarini birgalikda o'rganamiz va ularni gapning ichida, ya'ni kontekstda qanday kelishini ko'rib chiqamiz. Har bitta unitimizda 20 ta so'z mavjud va har bitta unitning o'ziga yarasha mashqlari bor. Agar siz so'zlarni ishlatishda qiynalsangiz, mashqlarni bajarishingiz, hatto reading ko'nikmangizni oshirishingiz mumkin. Biz kitobning elektron shaklini Telegram guruhimizga joylab qo'yamiz. Demak do'stlar, birinchi so'zimiz agree. Agree is to have the same opinion or belief as another person. Ya'ni agree so'zi o'zbek tilida kimningdir fikriga qo'shilmoq deb tarjima qilinadi. Gaplarni ko'ramiz. The students agree they have too much homework. Studentlarning fikricha, ya'ni ular shunday fikrlaydi, ularni juda ko'p uy ishisi bor. Ya'ni hammasi bir xil fikrga ega talabalarni. Xo'p, ikkinchi so'zimiz alcohol. Alcohol is a type of drink that can make people drunk. Alkogol bu ichimlikning turi, odamlar uni ichadi. Ya'ni alkogol spirtli ichimliklar o'zbek tilida. A person shouldn't drive a car after he or she has been drinking alcohol. Inson spirtli ichimliklar ichgandan keyin mashina haydashi kerak emas. Uchinchi so'zimiz arrive. Arrive is to get somewhere. Ya'ni qayergadir yetib bormoq. They arrived at school at 7 am. Ular maktabga soat 7 da yetib kelgan edilar. To'rtinchi so'zimiz August. August is the 8th month of the year. Demak, avgust oyi bu yilning 8-oyi. Is your birthday in August? Tug'ilgan kuningiz avgust oyidami? Undan keyingi so'zimiz boat. Boat o'zbek tilida qayiq deb tarjima qilinadi. A boat is a vehicle that moves across water. Demak, qayiq bu transport turi, suv orqali harakat qiladi. There is a small boat on the lake. Ko'lda kichkina qayiq bor. Keyingi so'zimiz breakfast. Breakfast is the morning meal. Ya'ni breakfast bu ertalabki nonushta. I ate eggs for breakfast. Men nonushtaga tuxumlarni yedim. Keyingi so'zimiz camera. A camera is a piece of equipment that takes pictures. Ya'ni kamera bu qandaydir bir jihozning turi, qaysiki rasmlarga oladi. O'zbek tilida ham demak kamera deb tarjima qilamiz. I brought my camera on my vacation. Men kameramni ta'tilimda birga olib keldim. Ya'ni o'zimni kameramni olib olgan edim demoqchi. Keyingi so'zimiz capital. Capital is a city where a country's government is based. Ya'ni u shunday bir shaharki, davlatning hukumati, ya'ni o'sha shaharda bo'ladi. Bu poytaxt deb nomlanadi o'zbek tilida. The capital of the United States is Washington. Ya'ni AQSh Qo'shma Shtatlarining poytaxti bu Washington shahri. Keyingi so'zimiz catch. To catch is to grab or get something. Ya'ni catch bu nimanidir ushlamoq degan ma'noni bildiradi. Did you catch the ball during the baseball game? Siz koptokni beysbol o'yinida tutgan edingizmi? Ya'ni ushlagan edingizmi? Keyingi so'zimiz duck. A duck is a small water bird. Ya'ni bu g'oz, kichkinagina demak suv qushi deb tarjima qilamiz. People feed ducks at the lake. Odamlar g'ozlarni ko'lda ovqatlantiradilar. Keyingi so'zimiz enjoy. To enjoy is to like something. Ya'ni nimanidir yaxshi ko'rish, nimadandir zavqlanish ma'nosini bildiradi. The woman enjoys riding her bicycle. Ayol o'zining velosipedini minishdan zavqlanadi. Ya'ni velosiped minishni yaxshi ko'radi. Keyingi so'zimiz invite.
To invite is to ask someone to come to a place or event. Invite demak kimnidir qayergadir kelishini so'rash, ya'ni taklif qilish. I will invite my friends to my birthday party. Men do'stlarimni tug'ilgan kun bazmiga taklif qilaman. Keyingi so'zimiz love. To love is to like something or someone a lot. Ya'ni love kimnidir yaxshi ko'rish yoki juda ham sevish. O'zbek tilida sevmoq, yaxshi ko'rmoq ma'nosida keladi. I love my family very much. Men oilamni juda ham qattiq sevaman yoki yaxshi ko'raman. Keyingi so'zimiz month. A month is one of 12 periods of time in one year. Ya'ni o'zbek tilida oy. Ya'ni bir yilda keladigan 12 davr bosqichi bu demak month bo'ladi, oy. Xo'p, January is the first month of the year. Yanvar yilning demak birinchi oyi hisoblanadi. Keyingi so'zimiz travel. To travel is to go to a faraway place on vacation or business. Travel bu qayergadir sayohat qilmoq degan ma'noni bildiradi. They will travel to Argentina this summer. Ular bu yozda Argentinaga sayohat qiladilar. Keyingi so'zimiz typical. If something is typical, it is normal or something that usually happens. O'zbek tilida typical bu odatdagi, har doimgi degan ma'noda keladi. My typical breakfast is toast and eggs. Mening demak kunlik odatdagi nonushtam bu qovurilgan non bo'lagi va tuxumlar. Ya'ni toast bu toster noni. Keyingi so'zimiz visit. To visit is to go and spend time in another place or see another person. Visit demak vaqtni sarflashga, qayergadir borish yoki kimnidir ko'rish uchun borish, tashrif buyurish ma'nosida keladi. She wants to visit her grandmother. U xohlaydi buvisining uyiga tashrif buyurishni. Ya'ni buvisini oldiga tashrif buyurishni xohlaydi deb tarjima qilinadi. Keyingi so'zimiz weather. Weather is the temperature and the state of the outdoors. Ya'ni o'zbek tilida ob-havo. Today's weather is rainy and cloudy. Bugungi kunning ob-havosi yomg'irli va bulutli. Keyingi so'zimiz week. A week is a period of time that is 7 days long. Demak, week bu o'zbek tilida hafta, o'z ichiga 7 kunni oladi. What are you doing next week? Kelasi hafta nima qilmoqchisan? Va oxirgi so'zimiz wine. Wine is an alcoholic drink made from grapes. Wine o'zbek tilida vino, spirtli ichimlikning turi uzumdan tayyorlanadi. The store carried both red and white wine. Supermarketda ham qizil, ham oq vino bor edi. Aziz do'stlar, biz sizlar bilan kitobimizning birinchi unitini, ya'ni 20 ta so'zni birgalikda o'rganib chiqdik. Agar qo'shimcha mashqlar ustida ishlamoqchi bo'lsangiz, lug'atlardan keyin keladigan mashqlarni, crosswordlarni va readinglarni bajarishingiz mumkin.